Said uyda shuncha ish turganda. O'rtog'im Abbos bor-ku, hasharga chaqirib kelyapman. Assalomu alaykum. Abduqodir Husanov aytgan ekan. Onani hurmat qiling, onani dilida g'am qolmasin deb. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Bir ham zo'r bolasizda. Bu o'rtog'ing bilan yursang 100 yil indamayman. Plus. Onajon, gapdan foyda yo'q. Mehnatdan kelsa boylik, ajoyib bo'lar chiroylik. Qarang, yuring mehnat qilaylik do'stim. Hasharga chaqirdingiz-ku meni. Sen hashar kelganmisan? Tur qarashi. Kechki qizlar hal qilyapman, qisib ishingga qara. Chaqamadinglarmi? Ha, kapot bering. Robinson Crusoe aytgan ekan. Mehnat qiling, mehnatingizdan faqat ona xursand bo'lsin deb. Yomon apirsanda Germon, o'rtog'ing chopyapti, sen kompot so'raysan. Men uchun. Mehnat qila yozib chanqoq esimdan chiqibdi. Siz iching do'stim. Ha, ichamanman. O'zi menga bu kompot haqiqiy